Mana bugun sizga ozonoterapiya muolajasini qo'yamiz. Ozonoterapiya kislorod bilan to'yintiradi. Ozonoterapiya qon quyuq bo'lganda, davleniya chiqqanda, bolalarda, homilador xotinlarga qo'yiladi. Ozonterapiyani 5 kundan 10 kungacha olish mumkin. Ozonoterapiya 15 minut vaqt davomida ozon bilan kislorod apparatida to'yintirilib, 10 minut ichida tomiringizga jo'natiladi. Ozon tez ketish kerak. Tez ketmasa agar cho'kib qoladi kislorodlari. Mana ozonoterapiyani endi olyapsiz. Necha kun bo'ldi va sizga qanaqa yordamlari, foydali taraflari bo'ldi? Shular haqida ozroq aytib bera olasizmi bizga? Ozonoterapiyani 5-kun oldik. Boshimiz davonlarimiz baland edi. Og'riq bilan keldik. Mana hozir 5 kundan beri yaxshimiz. Yengilmiz. Rahmat.